O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Anasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daraman yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketdi, yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, dars o'qishganmiz, suv ushmasmikin? Karis! Jinnisan, o'zingni bos. Karis mana! Chinchi bitta karismisiz? Oy, qardoshmi qozoq bo'g'oy. Nima maqsadda kredit olyapsiz? 20-chida Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Neydi-munchimi-yo? O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karislarimga til tekkizma. Kontaktlarimni karischa qildim, chexolimni karischa qildim, aboyimni karischa qildim. Yana nimani karischa qilsam ekan? Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Tashinimdan shoshigin-yo. So'kdi. So'kmadi. Buyoqqa nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadim. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim Oppan seni. Gangnam Style.